Hali kuni bir birodarimiz avaralik bo'lgan ekan, azon aytib bering deb chaqirib qoldi. Bordik, uyga kirdik. Haligi farzand ko'rgan farzandi bolasini ko'tarib kelib turibdi oldi. Biroz turdim. Keyin aytdim, bitta odob o'rgataymi dedim. Bitta odob o'rgating dedi. Quloqingda bo'lsin, ukam dedim. Ota-onangni oldida bolangni hech qachon qo'lingga olmagin dedim. Qo'lingga olmagin dedim. Nimaga? Voy, mana uni bo'ling. Voy, haqqi bor, uni qilsak naryoqda qilsin. U xotinim bilan naryoqda qilsin, lekin otani oldida qilmasin bunaqa. Otani qalbi vayron bo'ladi, onani qalbi vayron bo'ladi. Bolam bolalik bo'lib, mehri shu bolasiga ketib qoldi. Bizga bee'tibor bo'ldi degan xayol kelib qolmasin. Birodarlar, o'shaning uchun naryoqda qancha erkalasangiz, u sizning bolangiz, haqqingiz bor. Qancha suysangiz, qizni bolasi, haqqingiz bor. Lekin ota-onani oldida mehringiz bo'linmasin. Hamma e'tiboringiz ota-onangizda borligini. Otangizni o'sha yerdan kirib kelayotgan tovushi eshitiladi, siz o'tiruvdingiz, kelmasdan o'rningizdan turishingiz kerak. Telefon bilan yonboshlavali dadangiz bilan gaplashmang. Turib gaplashing. Siz chunki otangiz bilan gaplashyapsiz.